Konteyner profillari ishlab chiqaruvchi akalarimizdan kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, 4 ga 4, 6 ga 4, S profil, P profil, latok, patok hammasidan ishlab chiqariladi ekan. Mana masalan, mana shu 6 ga 4 profilimiz qalinligi 2 mm dan boshlanib 2 mm gacha. 1 metrni hozirgi kundagi narxi 23500 so'm ekan. Ichi ham tashi ham zavodskiy kraska bo'ladi. Uzunligi 16-17 metrgacha naves hisoblangan bemalol ko'taraveradigandan bo'ladi. 1 metri 23500 so'm. Qalinligi 2 mm dan 2 gacha. Xo'sh, bunimiz konteynerda yonlisidan bo'ladi. Qadrdonlar qalinligi 1.7, 1.8, ichi ham tashi ham zavodskiy kraska 4 ga 4. Bunimiz hozirgi kundagi narxi 16800 so'm ekan 1 metr. Bundan agar naves qiladigan bo'lsalar qadrdonlar, narxi uzunligi 12 metrgacha bemalol shifer profil asl ko'taradigandan bo'ladi. Bundan tashqari akalarimizda tom yopish xizmatlari ham bor ekan. Agarda siz joyingiz 12 metrgacha bo'lsa 4 ga 4 dan to'qib berishadi. 1 metrning narxi bitishi ketyapti, usta haqqisi materiali yig'ib berishi narxi 110 ming so'm, dostavka uстановкасы alohida bo'ladi. Agarda 6 ga 4 dan bo'ladigan bo'lsa, unda uzunligi 16 metrgacha bemalol to'qib berishaveradi. Shunga o'xshatib ketyapti turgan materiali usta haqqisi hamma yo'g'i ichida. 6 ga 4 dan bo'lsa qanchadan qilib berasiz? 6 ga 4 dan bo'lsa 125. 125 ming so'm, ya'ni 110 ming so'mga 125 ming so'm. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonoboddan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar.